Islom aka Jumanazar akamga ish vaqti uxlamaysiz desam, meni quvalab ginomcha deb kelyaptilar. Meni gaplayma. Boboycha, nimani aprigat qilyapsan bunga? Menga qara, ish vaqti uxlama, tushundingmi? Bor do'konni cho'zala. Yurab ginomcha dedimi? Endi qo'ymayman. Do'konga qamayman ginomcha. Qapni qo'yma, tayto bilan yo'q qilib beraman. Mana qilasan. Sen boboycha meni gaz bilan portlatmoqchi bo'lasan. Hozir seni bir gazlayman. Juma aka. Sivit ichgan-ku. Sivit ichganmi? Ulan ginomcha sivit bo'lasan-ku. Alors on danse. Dadam ichib uyga kelganda, oyog'i qo'lga olganda, kaltaki ishonib bo'lganda, dadamga qarang dadamga. Ayangizni to'g'rilan, to'g'ridan ham do'sti baland. Qo'rqmay desam qo'rqadi, qo'lidagi cho'padalan. Jitaman dadasi, jitaman, qo'limga tushsay jitaman, jitaman dadasi, jitaman, qutulgayiz bilan jitaman. Tagliklarni zo'rlab, shikayatli nomi bilan taqqanimda osilmaydi, jonlaridan ham chiqmaydi. İçip gelsem şerbet bo'lar, içmay gelsem qo'ydek bo'lar. Tez chaqlidan tushirmasam, ushlab olsa chiqdi qo'yar. Jitaman dadasi, jitaman, qo'limga tushsay jitaman, jitaman dadasi, jitaman, qutulgayiz bilan jitaman. Dada, oson qutulibsiz a? Ha, qutuldim ular. Butilkangiz qani? Butilkaga nima yaxshi turibdi ular? Sizmisiz? Ha, men. Men modelman. Sizda bu turishingiz cho'ponga o'xshayapti. Короче, damizdoing, men ketdim. Endi nima qilamiz? Shu qizga uylanmasam o'zi qaytib bo'lib boqmayman. Qishloqqa bolaga tegmayman demang, shahardan qishloqqa bormayman demang, mollarini qo'ylarini boqmayman demang. Qaytmaydi fikridan juma, qaytmaydi. Bahorda ishlari yurib ketadi, uzun mayizi to'lib ketadi, cho'ntagi pullarga to'lib ketadi. Qaytmaydi fikridan juma, qaytmaydi. Egnidan boqbo'y hidga tursa ham, kuni bo'y bollarni boqib yursa ham, ko'rinishi bir oz xunuk bo'lsa ham, qaytmaydi fikridan juma, qaytmaydi. Bo'lmadimi aka? Ya bo'lmadi. Qimqacha mollarim ham bor derman, qo'ylarim ham bor derman, ko'nmadi. Nima qilay aka? Bo'lmasa bitta yo'li bor. Qanaqa yo'li? Yuring boqqa. Shirina. Mana ular sizga olib keldi. Sovg'alarni ko'pini ko'rganman, menga kerak emas. Nozlanmay buni bitta ichini ochib ko'ring. Qani ichiga nima bor ekan? Uf. Men seni o'yladim. Vay. Ana ertaga obeddan keyin zaksga o'tishga boraylik. Yes! Mabul sizga. Rahmat. Sizlarga savol. Qutining ichiga nima bordi? Yoshlar baxtli bo'lsin. Yar yar yarrane, to'ylar bo'lsin muborak. Aka, xotin taksiga o'z bo'lganda bitta Jumaga jiddaman deb bersinlar. Aka, uning joyigami? Men birovni xotiniga qanday jiddaman deyman. Juma ayt. Jiddaman. Gazlayman ham deb bersin. Gazlayman, menga charpa qilib berayman. Akalar 1 million bo'lsak, Jumanazarga mashina podarka qilaman. Akalar, sevinglar, papiskani zichlab bo'lsinglar. Nima deb yozay aka? Aka, shkametaga erkak bersa shu mashina Jumaga ber deb yozing.
Erkakmisan deb yoz. Nima deb yoza? Ya, hamda yozaman. Ani. Ha, labzingga tur deb yoz. Ha, Sho'rxo'jaxon? Ha, taksi ko'zlari man qatori ekan. Nima qiladi siz qatori bo'lsa? Man qatorilar farzandli bo'ladi, Islom aka, man qachon uylanaman? Ha, sizni ham uylantiramiz. Mani bo'yimga mos qiz bormi, Islom aka? Bilib turib so'raysiz, ha? Assalomu alaykum blogerlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Ming bor uzr gaplaringni eshitib qoldim. Siz bu bitta kelin boda qo'shnim bo'ladi. Yo'q, Ha, faqat bitta joyda reklama qilish kerak-da. Lekin pulini beraman. puli kerak yo'q. Qayerda reklama qilish kerak? Ketdik. Yuringlar. Samarqanddagi eng yirik beton va plita ishlab chiqarayotgan zavod. Mana shu yerda reklama qilish kerak. Bo'ldi, reklama qilamiz. Ha, anu atgan qizchangizni so'chdingizmi? Ya, sochimi yerga tegadi edi. Qani yuringlar bu yoqqa. Bu zavodimiz har qanday hajmdagi beton va plitalarni bir kun ichida yetkazib beradi. Ana shularni ham aytib o'tish kerak. Bu zavodda barcha turdagi maxsus texnikalar mavjud va yetkazib berish xizmati ham bor. Samarqand viloyatining barcha nuqtalariga jamoaviy bo'lib borib, konsultatsiya o'tib, bepul maslahatlar berib keladi. Mana shuni ham aytib o'tish kerak. Menga qarang, anu atgan qizchangiz chiroylimi? Ha, bo'ylari uzun, ko'zlari ko'm-ko'kkina. Yo'q, ko'zlari ham ko'kmi? Hozir reklamani onasini emdirib kelamiz. Rasmotida ko'rasiz. Yomon yebdik-ku, men bir telefon qilay, boramiz deb. Vaqting ham ochildi. Xudo bo, biz borayotgandik-da. Nimaga? Nega unday bo'ladi? Ishlaymi? O yeralachiga erkatak ketdi. Onam nima ko'rsam, iflosi, yeralini ham gazlayman, seni ham gazlayman hozir. Juma, mama pulni o'qaydi. Enang aytgan qiz bilan uchrashuvga chiq, tushundingmi? Biron joyga kirib, ovqat jenglar. Sen ishtima zakaz berma. Sen zakaz bersang, kachishka jinjak makaron zakaz berasan. Qizga o'zing ayt, nima zakaz qilsangiz men ham shundan jeyavraman deb, ha? Baxtimga shu lavaz bor ekan, kissam quruq qolmaydi. Ya, do'konni yopinglar, men ham ketaman. Juma aka, usta sizga kam pul berdi-da? Uka, qaydan kam beradi? O'q bilan bitta berdi. Ana shu bitta o'q pulingizni 3 ta ko'kiga almashtirib beraymi? Ha, bu gamlar meni garang deyapsanmi? Nimaga? O'tchalikda 3 ta bersang beraman-da. Bo'ldi, siz 3 ta o'tchalik deysiz, men bermaymanmi? Mana. Mana, ko'rdingmi? Men ham garang emas. Shunday yaxshimisiz? Ota-enangiz yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Aboqlar yaxshi o'chib oldingizmi? Hazilni qiniqlar sevib, ha? Sepdik. Assalomu alaykum, nima buyurtma berasizlar? Sen ishtima zakaz berma. Sen zakaz bersang, kachishka jinjak makaron zakaz berasan. Ha, o'zingiz birovmizga buyuradi. Nima desang men ham shunday beraman. O'zingiz aytavering. Bo'lmasa o'rdak sho'rib olibdik. O'rdak sho'rva? Hozir olib kelaman. O'rdak sho'rva deydimi? Puli ko'pga o'xshayapti-yu, lekin ko'rinish tortmayapti-da. Omadim keldi shekilli. Aytgan zakazlaringni olib keldim. Mana o'rdak. Mana sho'rva. Sizlarga yoqimlisi. Bu o'rdak sho'rva emas-ku. Mana o'rdak, mana sho'rva, o'rdak sho'rva yo'q-ku. Aka men nima garang deb o'ylayapsizmi? Men yoshligimdan o'zi o'rdak sho'rva yeyman. Ha, bilmaydi o'ylaysizmi? Voy aka, o'rdak sho'rva katta kasaga suvni solib turib, non to'g'rab kelsangiz o'rdak sho'rva bo'ladi. Ha, ular qishloqqa o'rdak sho'rva desang, men seni bir puldor bola deb o'ylabman. Bu gamlar pul yo'q o'ylasammi? Baba qizil pul ko'ryapsanmi? 3 ta o'tchalik bor, tushuningmi? Taytugim bilan sotib olaman. Sen nima deyapsan meni? Bitta salfetka bilan taglik olsak bo'ldi ekan. Usta bu, Chicago tagliklardan olsangiz o'g'lingiz mazza qiladi. Yo'q-ey. Yaponiya texnologiyalarida ishlab chiqarilgan. Osilib qolmaydi, qichishtirmaydi, achishtirmaydi, arizgiya bermaydi, yo'llardan osilib chiqib ketmaydi. Telefon kelibdi. Alo, jo'ra? Ha, Juma? Menga kam pul beribsanmi, nima? Nima kam pul beraman senga? Hop, unangning bilan taytug bilan sotib olaman desam, qizil pul 3 ta taylasam, uri tevib chiqarib berdi. Qizolga yer bilan bitta bo'lib qolibdi-da. Ha, men senga o'q pul berdim-ku. Aytgan sho'jaxun qizil pulga o'tchalik alishtirib beradi uni. Usta bu, men bitta to'qib ko'raykan, yo'llarda chiqib ketmasa sizga aytaman. Nega kiyinayotganing shuntaqa? Usta aka, endi moy oqmaydimi? Umuman oqmaydi, menja u. Rahmat. Xayr. Levachami? Levacha suv bo'lgan jo'q-ku. Quloq bo'lk. Juma aka, men uni usta bo'lsa berasan, umuman mashina kelgan yo'q deng. Bo'ldi, ta'tayman.
Menga bile o'q bilan qiymat o'tirib menga qizil pul berdi. Men jo'ra kesin borga aytaman, hammasini aytib beraman, gazlaydi keyin. Jo'ra kelingmi? Ha, keldim, tinchlikmi? Ertalab bitta ayol keldi. Ha. Taydan nimadir o'qiyotgan ekan. Shogirdlar yaba ko'p kirib nimadir qildi tayiga. Sen nima qilding? Lat o berdi. Inanmang gur. Bu yerga ishni barakasini qo'shilib. Inanmang gur. Sen nima qilding? Ayirmagan qizlarga o'tgan nimadirlar qilib o'tirsan. Sizlar hech narsa qilganimiz emas. Ertalab bitta qizcha keldi. Shu mashinani tayinlab yo'q qo'yapti ekan, shuni tuvlab berdi. Mashinada yo'q qaytgan ekanman. Ha. Jo'ra, men ayollar deganman-ku. Inanmang gurlar. Usta aka, mashina zavat bo'lmayapti. Nimaga zavat bo'lmayapti? Yur qani. Ertalab kelgan ayol yana kelibdi, nima? Shuna dekonga haydang, biz orqasida itanamiz. Ke qani? Ikki shu arkasida itarib o'tdi, ha? Jo'raga qarab tur. Aka o'zi bitta telefon olsam arzonroq bera olasizmi? Albatta arzon qilib beramiz akajon. McLaren do'konimiz 7-8 yildan beri ish faoliyatini yurg'izadi. Samarqandda 3 ta filialimiz bor. Bundan tashqari kafolat sifatida garantiyalarimiz bor. Naqdga ham, muddat to'lovga ham 30% boshlanish to'lov qilib, bemalol xarid qilib ketishlari mumkin. Alo, Jo'ra? Ha, Juma? Ertalab kelgan ayol yana keldi. Nima keladi? Shogirdlar nima qilyapti? Ikkita shogird bo'ldi, dekonolog itarib o'tdi. Qani bitirmayapsizlar, qani? Alo, dekonologa. Qaysi itardi? Ikkovi ham itarib o'tdi. Inanmang gurlar. Men senga itarayotgan joyman. Suv, nimani aytyapsiz? Biz ham mashina itardik. Mashina itardilarmi? Ha. Inanmang gur Juma. Jo'ra, men ayol deganman-ku. Inanmang gur. Yana bu hamshar barasini maqtavratdi menga. Nimaga? Aylista morga 7 o'tdi. Ana shoshmay tursin morga men 7 olaman. Keyin nima qilasiz? Keyin morga 2 tubat o'qitib beralayman. Bo'lmasa zo'r ekan-ku. Seni bitta imtihon qilib ko'ramiz. Mayli. Senga savol. U quruqlikka ham yashaydi, suvlikka ham yashaydi. Boshi qur, oxiri baqa. Bu nima? Toshbaqami? Hey bo'lay lavak. Bu turishingga ikkita tug'otgan emas, bitta qisir ham tegmaydi. Ey mol. O'tma berga o'tindi toshi. Otam meni maqtayaptilar. Mol desa maqtagan bo'ladimi? Ha, o'g'lim kuchuk deydilar. Ey, nimaga Juma nazarda otasi urishadi? U o'zi lavakda. Boqqa yo'l topib kela olmaydi. Har kim o'zi kelyapti-ku. Ha, otasi molni qo'yib borar, mollar orqasidan keladi u lavak. Yo'q, Hey Juma, butun qishloq seni lavak deydi. Hakmacha borku, meni kessak deydi. Mani qara, qishloqda 40 ta qo'yni boqaman. Soqqani soqqaga urayman. Yo'q, Yaqinga Toshkentning sentridan Tekstil Group qurilish kompaniyasidan dom olaman. 1-iyul kuni ochilish marosimi bo'lar ekan. Boshlang'ich to'lovsiz bitta pasport evaziga 60 oyga 5 million 6 milliondan to'lab xonadon xarid qilsangiz bo'ladi. Men eshitdan dom olaman. Yo'q, Ha? Inanmang gur. O'tangni ko'pchisini. Qarayim bu. Nima urapsiz? Bu enangnem gurga. Otadi o'qing aytala men pul topib kelaman dedi. Bunga insof berdi deb o'ylabman-da. Iloyim men ishimni omadini bersin desam, abetdan keyin shart sotib beribdi-da. Berga enangnem gur. O'zi hakim bu to'g'ri aytibdi-da. Chindan ham kessak ekansan.